kimdan kim ketish tagida bo'lgan akalarimiz uchun bir qator tushuntirib o'tamiz. Reyslarimiz seshanba va juma kuni Toshkentdan Krasnodar shaharigacha boradi. Krasnodarga borguncha Krasnodarga yo'l o'tib ketadigan shaharlarni aytib o'tamiz. Toshkentdan chiqqan avtobusimiz birinchi o'chirt Volgograd, Saratov, Rostov, Krasnodarga boradi. Rostovdan Mariupolga ketsanglar bo'ladi. Krasnodardan Sochi, Sochi, Gelenjik, Novorossiysk yo'nalishlariga bemalol ketishinglar mumkin. Biz o'zimizni odamlar kutib oladi, chiroyli qilib sizlar manzilga tarqatib beradi. Aka-ukalar, Sochi, Mariupol, Gelenjik направлениялarigacha primoy reyslar bo'lmaydi, faqat Krasnodargacha reyslarimiz bor. Kimdan kim shunaqa zamonaviy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsa, davlat tomonidan qo'yilgan reyslarimiz sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Bu mestamiz 28-27-mestda. Juda qulaylilari zo'r. Bu mestamizni spesial mana o'tirib boryapmiz. Mestasi avtobus holatiga kelsak, sidinlar mana siljiydi. Masofa ushlash uchun sherik bilan bemalol mana yotadimi deganlar uchun mana 30% ga, даже 25% ga desam bo'ladi. Ular sharoitini ko'rdinglar. Ko'pchilik bizdan so'raydi, yotib ketadigan avtobus bormi? Yotib ketadigan avtobus bo'lmaydi, faqat mana 25% yotib ketsanglar bo'ladi. Shunaqa mestalarda ketmoqchi bo'lsanglar, bir kun oldin bog'lanasizlar, xudo xolasa biz bilan bog'lanib, faqat qo'yliqdan yuradi bunaqa avtobuslarimiz, davlat avtobuslari. Xudo xolasa bog'lansanglar, chiroyli qilib mestlarni oldindan qilib beramiz va sizlar istagan mestlarni sharoitini qilib beramiz akalar. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.